temir yo'lga qiziqishimiz sababi bizni amakimiz temir yo'lchi bo'lganlar. Shu turtki bo'lganmi, xullas shundan boshlanganda 62 yil temir yo'l texnikumiga kirganman, yo'l xo'jaligi fakultetiga. 66 yil bitirgandan keyin ishga kirganman, shu Dorproyekt degan tashkilotga texnik bo'lib, shu ish faoliyatimni boshlaganman. Temir yo'l transport institutiga kirdik o'qishga. U paytda kechqurungi fakultetlar bo'lardi. Kechqurungi nimani 73-yil bitirdik. Shu ish davomida endi har xil jarayonda qurilish bor, ekspluatatsiya bor, temir yo'llarni ko'rdik. 91-yil masala qo'yildiki, vagon remontli zavod qurish. Qizil to'qimachi stansiyasida. Shuni bizga topshiriq berishdi rahbariyat. Endi bizda u paytda unaqa nimamiz yo'q, tajribamiz yo'q. Katta zavodlarni loyihalash SSR davrida Giprazavod Trans degan Xarkov shahrida loyiha instituti bo'lgan. Butun SSRga zavodlarni loyihalash ularga topshiriladi. Masalani hal qilish uchun biza ishchi guruh tuzildi. Men boshchiligimda safarga ketdik. Refrigeratorli vagonlar ta'mirlaydigan zavod bor, Engels. Unda borib ish jarayonini o'rgandik. O'tdan Moskvaga zavod Vaytovich passajir vagonlarni ta'mirlaydigan zavodga bordik. Shundan keyin kelib loyiha ishlarini boshladik. Qurilish jarayoni tezlashib ketdi. Zavod ishga tushdi. Mana bugun ham ishlayotibdi. Endi nafaqat passajir vagonlarni, faqat metro vagonlarni ham ishlab chiqyapti. Bu juda katta ish bo'ldi. 91-yil ham masala ko'tarilgan, unda hali Afg'onistonga temir yo'l qurilishi. Shundan keyin O'zbekistondan 14 kishi borganmiz Turkinga, Mozori Sharifga. O'rganib, temir yo'l masalasini ham ko'rib chiqib, boshqa qilingan. 1 yil davomida buni 115 kilometr mutaxassislar endi qurilish masalasida ancha tajriba ega bo'lgandik, chunki nima boshlandi-ku, tajguzlar boshini ko'rgan. Bu qurilish boshlanganda na texnika bor, na mutaxassislar endi deyarli bor, lekin qisqa muddatda texnikalar oldi, kerakli 100 dan oshiq misol Xao degan Xitoy samovarlari olindi, ekskavator, buldozer, shu qurilishga nima kerak bo'lsa hammasini jihozlandi. Shuni natijasida qurilish jadallashdi. 2007-yil Darband stansiyasi ochilishi bo'ldi. Endi temir yo'lchilarga minnatdorchilik bildirildi, boshqa qildi. Juda katta ish bo'lgan. Juda katta ish. 224 kilometr. Buni maqsad nima edi? Chunki mana bu yangi mamlakatlar paydo bo'lgandan keyin chegaralar paydo bo'lgani bu to'siq bo'ldi. Chunki tamo'rni tekshirish, pasport kontrol deydi, boshqa deydi 2 soat, 3 soatlab qolib ketardi. Nima? Bu xalq ham qiynalib ketdi. Ana o'shadan qutulish maqsadida faqat O'zbekiston hududidan o'tsin deb shu loyiha boshlanib qurilish qildi. Chunki masofa ham qisqardi. Tam faqat o'zimizning hududda. Hech qanaqa problema yo'q. Bu Tojguzor Boysun Qumqo'rg'on Afg'onistonga boshlandi, hali 2010da boshlandi, 2000 oxirida tugadi. Shu jarayonda endi mana bu tez yurar poyezdlar ham parallel ishlar boshlanib ketdi. Loyiha ishlari, qurilish ishlari. Endi bu ham bu yangi nima edi biz uchun. Chunki ungacha O'zbekistonda bunaqa tez yurar poyezdlar bo'lmagan, mutaxassislar ham bo'lmagan, lekin qisqa muddatda temir yo'lchilar uning ham uddasidan chiqishdi. Samarqandga birinchi Talga firmasini Afrosiyob poyezdi bor edi. Shu tam O'zbekistonda bir muammo ediki, mana hali Tojikistondan uga o'tish ilgari Begovat orqali o'tardi, keyin haligi aloqalar, hali chegaralar paydo bo'lgandan keyin muammo bo'lardi. Ana o'sha masalani hal qilish uchun Angren Pop temir yo'l qurilishi jarayoni boshlanib ketdi. U 124 kilometr masofasi, shuni asosiy 19
100 metri tonnel qurilgan. Buni Xitoy mutaxassislari qildi. Endi bu yerda mana investitsiyalar jalb qilindi, boshqa qildi. Lekin asosiy ishi baribir o'zimizning temir yo'lchilar qildi. Chunki nima deydi? Po'lat olovda toblanganda mehnatda toblanadi deydi-ku inson. Shu tajriba ortildi, mutaxassislar paydo bo'ldi. Lekin o'sha Angren Popda ham bitta tonnelni o'zimizning mutaxassislar qurdi. Oddiy bir texnikdan ishni boshlab, rahbar, institut rahbari bo'lish, hammasi shu ustozlarni qilgan bizga mehribonligi, ustozligi, shuni natijasi deb bilaman. Ustozlar yo'l yo'riq ko'rsatgan. Chunki biz ham yosh bo'lganmiz, unaqa kelib hali hamma narsani bilib ketmaganmiz. Yo'l yo'riqni ko'rsatib, xato bo'lsa to'g'rilab, vaqtida yo'l yo'riq ko'rsatishga hammalik. Shuning uchun ulardan juda ham minnatdorman. Otam rahmatli o'qituvchi bo'lganlar, ular ham xizmat ko'rsatgan o'qituvchi bo'lganlar, matematikadan dars berganlar. Oiladagi muhit, tarbiya insonning o'ziga ham ko'p narsa bog'liq. Nima deydi? Etap bilan ko'tarilgan odam juda ko'p narsaga ega bo'ladi. Chunki tajriba oladi. Yoshlarga mana nima deydi? Iltimosim ham, maslahatim ham avvalambor bilimga intilish kerak. Kitob o'qish kerak, bilimga intilish kerak, tajriba olish kerak, nima deydi? Lekin manmanlikka borish kerak emas. Kamtar bo'lsa, kamtarga kamol, manmanga zavollik. Shunaqa gaplar bor xalqda.